Xo'p, aka, sizga tabletkami, silindrovniymi? 3 ta mashinani ma'lumotini berib o'taman. Ya'ni Cobalt, Cherry Arizo va Monza avtomobil. Kameraga kirib keling. Xo'p, aka, bitta zapravkada 450-500 km yuradiganmiz. Xuddi mana shunaqa 47 talik Belarus balloningizda zapaskan joyga taklif qilamiz. Yo'q, menga 700 km yurish kerak degan bo'lsangiz, 65 talik ballon, lentalar kraska qilib, termo trubkalar bilan Belarus bilan cho'tki qilib ustonga qilib beramiz. Kameraga kirib keling. Bu tomondagi Cherry Arizo avtomobilga ham xuddi shunday 65 talik bilan ustanovka jarayoni endi boshlamoqdamiz. Kameraga kirib keling. Monza Bruch motorni ideal qilib ustanovka jarayoni. Ahamiyat berib qo'ying, kameraga kirib keling. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bunga ham 65 talik termo trubkali bilan ideal holatda ustanovka jarayoni ketmoqda. Hop, oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizga eng zo'r tushadigan kameraga kirib keling. Eng zo'r tushadigan bloklardan foydalanmoqdamiz. Ya'ni chek olmaydigan Alex bloklarda va yaqroqil yo'lchi skоростной bo'lgan farsunkalar va R02 chempion bo'lgan reduktorlar va xomitlarigacha original suv sirkulasiyaga ham rossiyskiy shlankalar ishlatganmiz va hid chiqarmaslik uchun fragment original shlankalardan foydalandik. Agarda kimgadir shunaqa sifatli, ishonchli metal yoki propan xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib kelishingiz mumkin. 24 ga